Assalomu alaykum Feruza opkan, siz yaxshimisiz? Nechiksizlar? Sog'lar yaxshimi? Charchamang. Xalqimizdan tishga aksiya qo'shib Qancha dam oldik? Endi xudo xolsa boshladik. Qarang, 10 ming so'mdan yubka qo'yib beramiz. 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan. Kelaveradi mana 10 ming so'mdan. Ertaga xudo xolsa bozor ochiq. Ertaga ishlaymiz. Svetlar dim ko'p. Birinchi, ikkinchi kundan kelasizlar mana 10 mingdan. Saylab oladi. Svetlari dim ko'p. Svetlarni ko'rsatayman mana 10 ming so'mdan. Mana. Necha xil sveti bor shunda? Bir 100 xil sveti bor. 100 xil sveti bor. Qora deydimi, moloshli deydimi? Qancha narx aytyapti, qanchadan bilmayman. Men 10 ming so'mdan qo'yib beraman. 10 ming so'mdan. Inakaga shu yerda bor ko'ylak qoldi. Bundan qolmadi. Pora bilan. Nima topsa 100 mingdan qo'yamiz. 100 ming so'm. 100 ming so'mdan qo'yamiz. Lekin bu berman dollardan katta narsa mana. Mevelikon 100 ming so'mdan qo'yib. Nechadan necha razmeri? Razmeri 58 gacha, 56, 58 gacha bo'ladi. Markizda topadimi, Bermanda topadimi, shu xolos 100 mingdan tugatishga. Keyin koftalar. Egnimdagi koftalar. Svetlari dim ko'p. Mana. Xoshli deydimi? Qanday narsa desa hammasini o'zi 35 deyapmiz, 30 mingdan qo'yib beraman. 30 ming so'mdan qo'yib beraman. Mana. 30 ming so'mdan. Svetlari dim ko'p, 30 ming so'mdan mana ko'raveradi. Nima topsa 30 ming. Bor, shuni ichida bor. 35 deyapti, 30 mingdan beramiz mana. 100 so'mdan qo'yib berdim. Mana. 35 so'm. Yana kelgan. Mana bunday yoqali koftalarimiz bor. Mana. Yoqali kofta 35 mingdan qo'ydik. Bularni o'zim 60 mingdan sotganman. Mana 60 ming so'mdan bularni sotganman. Qaysi? 100 so'm. Nima topsangiz 100 so'm yerda tugatishga. Mana. Razmerlari bormi? Razmerlar ketaveradi. Bularni 35 mingdan qo'yib berdim. Keyin mana bunday koftalar ko'rsatayman mana 35 ming so'm. 30 dan beraveraman. 30 ming so'mdan qo'yib beraman bularni. 30 mingdan qo'yib beraman. Keyin yubkalarimiz kelgan. Har xilidan kelgan. Mana. Kissali, kissasiz. Svetlari dim ko'p mana. Bularni 35 ming so'mdan qo'yib beraman. 35 ming so'm. 35 ming so'mdan qo'yib beraman yubkalarni. Jinsi desa jinsi ham bor mana. Mana. Saylab olsam 35 ming so'mdan. 35. Keyin bunday koftalarimiz bor. Aka sashab qo'yingsiz. Mana. Yangi kalta, yangi uzun. Bu koftalar 60 ming, 80 ming sotilyapti. 50 mingdan qo'yib beramiz. 50 mingdan qo'yib beraman. 50 ming so'mdan. Yangi uzun desa, yangi uzun xili ham bor mana. O maktabga oq kofta desa mana. Chista bilan Xitoy. 50 ming so'mdan qo'yib beraman. Razmerlari bor. Razmerlar standart bo'ladi-ku. Razmerlar. Yashil svetlari bor. Keyin ko'ylaklarimiz bor mana. Ko'ring. Zolishga ko'ylak deb nomlaymiz buni. Ana u manikinga ham kiydirganman mana. Hozir buni ham ko'rsatib beraman. Razmerlar standartmi? Bu ham razmeri ketaveradi. Razmeri ketaveradi. Kim desa bo'laveradi. Hozir birini ko'rsatib beraman. Bir minut. Bularda qancha qo'yamiz? 50 ming so'm qo'yamiz. 50 ming so'm. 50 mingdan qo'yamiz. Bular razmer cho'ziladi, lekin ko'pda. Mana. Zolishga ko'ylagimiz deb nomlaymiz buni. Mana. 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 Ko'rdingizmi? 50 ming so'mdan qo'yamiz. Svetlari dim ko'p. 50 ming so'mdan saylab oladi. Xohlagan svetini, xohlagan rangini olib kiyadi. 50 ming, bular 80, 100 ming so'm, 150 ming sotilgan ko'ylaklar. 50 ming so'mdan so'rab keladi. 50 mingdan topsa aytadi. Keyin mana bunday narsam bor. Mana. Bularni 20 mingdan qo'yib beraman. 20 ming so'm. 20 ming so'mdan. Masla tovari. Yuvib siqib kiyaveradi. Ag'ritib yuborsa yana kelim yana kiyin deydi. Konditsioneri ichida. 20 ming so'm. Konditsioner ichida. Bu onalarimiz kiyayotgan bu ko'ylaklarimiz bor. Bular 40 ming so'mdan sotganman. Ertadan kech qolishmasin. Ertaga ishlayman. 35 mingdan qo'yib beraman ertaga. 35 ming so'mdan qo'yib beraman. Faqat bir kunga. Yuqoridalarni? Qarang, bular ko'ylak ishdan 50 ming so'm. Mana shu ko'ylaklarimizni ertaga bir kunga 40 mingdan qo'yib beraman. 40 ming so'mmi? 40 ming so'mdan qo'yib beraman mana. Yaxshilab ko'rsating. Kelishadi, lekin soni oz qolgan. Tugatishga 40 ming so'mdan tugatamiz. Bular ishtoni bilan 60 ming so'm. Bularda 50 mingdan tugatib beramiz. Mana 5 xil sveti bor, 50 mingdan tugatamiz. Bularni topgani 100 ming. Mana ularım keldi. Xohlasin shimi bilan desin,
Xohlasin kofta yubkasini desin. Tamam. Bular kofta yubkaligi ham bor, shimligi ham bor mana. Bularni 150 mingdan qo'yib beraman, 250 yangiliklar. ming so'm. Xohlasin kofta yubka kiysin. Xohlasin buruklik kiysin. Mana. Xohlasin burukligini kiysin. 150 da 50 ming so'mdan qo'yib beraman. Kelgan. Mana shuni ko'rsatasiz 100 so'mdan saylab oladi. Bundan tashqari qolgan hammasini 100 ming so'mdan oladi. 100 ming so'm. 100 ming so'mdan oladi. Erkaklarimiz ozgina nimalari qolgan futbolkalari mana. Shularni hammasini ertaga bir kunga 35 mingdan qo'yib beraman. 35 ming so'm. Mana oling 35 ta. Yangi o'zini ham yer, lekin Xitoy bu ko'ylaklari. Chista Xitoy. Ava, ko'rsating. Koftalarni ko'rsating, duvokalarni ko'rsating. Ular Endi manziliga keladigan bo'lsak, doğrudan 9 etajdan gelish bo'ladi, bu taraf pavilyon bozor o'tib ketish bo'ladi. Kelsangiz bo'ladi, Feruza akamiz mestas bo'ladi. Obunachilar video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yamiz. Videoni danishlar tarqatib qo'yamiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.